Hurmatli aziz yurtdoshlar, mana bugun kimda jigarda muammo bo'lsa, bizda giyohdorlari bor, juda ham zo'r natijaga ega bo'lgan bilirubin, fermin, xolesterin, gepatoz, sirroz, fibrozni davolayapti, fibroskaniyani tushiryapti. Effekti juda ham zo'r. Buni bir osh qoshiqini 1 litr suvga qaynatib kun davomida ichsangiz, bu qonni tozalaydi. Bu esa jelishni yengillaydi. Bir choy qoshiqni 100 gram suvga bir qaynatib olib, 50 gramdan ichiladi 2 mahal ovqatdan keyin. Bu kun davomida. Bu esa ertalab kechqurun ichiladi. Ertalab och qoringa bir choy qoshiq, kechqurun ovqatdan keyin. Bu ovqatlarni yaxshi hazm qildiradi, tiqilmalarni ochadi, gepatoz, sirroz, fibroz, barcha turdagi jigar kasalligi, oshqozon, o'tqoq, qorto'loq, jigar holatlarini yaxshilab, ichingizni yaxshi keltirib beradi, tiqilmalarni ochadi. Barcha turdagi jigar kasalliklari bo'yicha iste'mol qilib ko'rishlaringizni tavsiya etardim. Juda ham natijaga zo'r ega bo'lgan mahsulotimizdan biri hisoblanadi.